Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Alp Motor Buxoro Galasyoni kuzatuvchilari. Men sizlarga bugun ana shu Alp Motordagi samasval muraviylar haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Kelinglar. Muraviylar ko'ringlar. Mana bunaqa 4 ballonlik muraviylarimiz ham bor. Mana ko'ringlar buni. Qaranglar. Bu samasval muraviy deyiladi. Motori 3 talik. Xo'p, balloni 6 ta balloni bor. 5 ta o'zida, bitta zapaskasi. Undan tashqari mana samasval o'zi ko'taradi. Eng zo'r tarafini aytayim, 3,5 tonna yuk ko'taradi. 3,5 tonna yuk ko'taradi. Bortini uzunligi 2,60. Narxlari ham hamyon bor. Chunki bu Alp Motors magazini, zavod o'zini magazini to'g'ridan to'g'ri shera keladi. Hech qanaqa nima deydi? Ikkinchi qo'l emas, birinchi qo'li o'zi. Narxlari ham hamyon bor. Pastdagi nomerlarga telefon qilsangizlar, narxini ham bilib olasizlar. Narxini eshitgandan keyin ishoninglar, bitta emas, 3 ta muraviyli olasizlar. Narxi arzon, ko'ryapsizlar. Bu muraviy emas bu. Bu tanka deyiladi buni. SSR davrida buni urusha minganlar kerak. Eng zo'r muraviy kelaverasizlar. Bundan bizlarda xohlasangizlar bundan kichkinaroq desangizlar, mana kichkinalari ham bor. Bu 4 ta ballonlik, bitta zapaska, 3 ta o'zida. Bular ham 250 talik. Mana borti xohlaganlaringizni olaverasizlar. Katta bortlik, kichkina bortlik. Короче, hammasi hamyon bo'lib, Alp Motor nomerali. Men ana shu yerni reklama qilaman. Men nomdan kelganlari skikalargacha bor. Pastdagi nomerlarga tezroq telefon qilib Alp Motorga kelaveringlar. Manzili ham eslaringizdan chiqmasin, Buxoro shahar. Mana bu Romitan svetofor. Romitan svetofordan G'ijduvonga ketishda 200 metrdan keyin mana o'ng qo'lda Alp Motor. Manzilchasini ham bilib oldingizlar. Bemalol kelaveringlar. Muraviylari, dadalari, buvalari shu yerda. Mana qaranglar, buni ichiga kirib yozda basseyn qilsangiz ham bo'ladi, bo'rti ham katta. Bashara kaydib cho'bilar.